Xo'sh, davom etamiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugungi adresga olib kelmaymiz biz ham yakunlab oldik. Bugungi adresimiz Samarqand, To'yloq tomon Davlatobod mahallasiga olib kelganmiz. Yotoqxona uchun mo'ljallangan mebel. Endi mebel haqida qisqa aytib o'tishga harakat qilamiz. Mebelimiz fasad qismi, ya'ni fasad qismi mana bu qism. Fasad qismi indip, korpus qismi mana bu. Laminatdan yasalgan. Rangiga keladigan bo'lsak, qaymoq jimshuk bo'lgan rangida 2 xilgacha tanlovlar bor. Mana bu o'rta qismi o'zi aslida rangli bo'ladi. Klient xoshiga qarab 100% oynali qilib berdik. Divan 210 ga 170 matras razmer. Matras $100 ortopedический matras bo'ladi. 3 yilgacha garantiya bo'ladi matrasida. Divan qosh tomoniga keladigan bo'lsak, moshi zamish, ya'ni yuvsa bo'ladigan material. Bu ham nima deydi, rangida tanlov bor. Tremosiga keladigan bo'lsa, tremos juda katta ishlangan. E'tibor beramiz. Ichki holatida polkalar bor bo'ladi, vakuumda eshiklari vakuumda. Mana. Umumiy holati. Xo'sh, zakaz uchun biz bilan bog'lanib bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish 95 226 04 to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchi sex orqali olgan bo'lasiz. Bizda ko'rish, tanlash, nima deydi? Razmer klient xohish kimgadir mana bu ishga, mana bu turga nima deydi? Splashnoy qilib yasataman desa ham yasab bera olamiz. Balandligi ham cheklanmagan. Dom sharoitida bo'ladi-ku, balandligi tepaga chiqishgacha tekib tursin deganlar ham yasab bera olamiz. Xo'sh, aytib o'tganimizdek bizning adres Jizzax shahar. Biz bilan bog'lanish uchun 95 226 04 raqamlariga qo'ng'iroq qilib yoki Telegram orqali ham bog'lanib aloqaga chiqishingiz, buyurtma berishingiz mumkin. Mebel 150 km aytilgan narx ichida olib borib o'rnatish ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar 150 kilometrdan qolgan, misol uchun Qarshi Surxondaryoga olib boramiz. Qolgan kilometrlar kilometriga pul qo'shiladi faqat. Mebelda rangida 3 tur xilgacha tanlov bor. Bu qaymoq jimshuk, oq jimshuk bor, kumush jimshuk bor bunda. Mana bu umumiy holati.